Milliy media makonida yangi islohotlar bosqichi boshlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazida nodavlat tele va radio kanallar rahbarlari, bosh muharrirlar hamda soha mutasaddilari ishtirokida muhim uchrashuv bo'lib o'tdi. Gibrid formatdagi ushbu davra suhbatida respublikamiz viloyatlaridagi ommaviy axborot vositalari vakillari ham onlayn ishtirok etdi. Muloqotda zamonaviy televideniyani rivojlantirish hamda soha xodimlarini qo'llab-quvvatlash masalalari keng muhokama qilindi. Xususan davlatimiz rahbarining matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlariga yo'llagan bayram tabrigidagi ustuvor vazifalarga alohida e'tibor qaratildi. Unda soha vakillarining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, mehnatini munosib rag'batlantirish, sog'lig'ini mustahkamlash va yashash sharoitlarini yaxshilash zarurligi ko'rsatib o'tilgan edi. Biz bugun 3-bor o'tkazilayotgan yig'ilish davomida ham o'zimizga ko'plab takliflarni qabul qilib oldik. Aynan jurnalistlar uyushmasi faoliyati haqida aytilganda ko'plab hamkasblarimiz, umuman soha mutasaddilari tanlovlarni ochiqligini, shaffofligini ta'minlash bilan bog'liq takliflarni aytishyapti va jurnalistlar ijtimoiy huquqlarini ta'minlash bilan bog'liq, sog'lig'ini tiklash bilan bog'liq, uy-joy sharoitini tiklash bilan bog'liq takliflar ilgari surishyapti. Takliflar hammasi jon bor. Bularni endi umumlashtirgan holda tayyorlanayotgan me'yoriy hujjatga loyiha sifatida kiritamiz albatta. O'ylaymizki, bu takliflar inobatga olinadi. Aynan shu maqsadda Prezident administratsiyasi kommunikatsiyalar departamenti tomonidan yangi kompleks konsepsiya normativ hujjat loyihasini ishlab chiqish tashabbusi ilgari surilmoqda. Mazkur hujjat bilan ommaviy axborot vositalari faoliyatidagi muammolarni bartaraf etish, jurnalistlarning huquqiy va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, kadrlar tayyorlash tizimini zamonaviylashtirish hamda jurnalistlar uyushmasi nufuzini oshirish maqsad qilingan. Davra suhbati ishtirokchilari bosma ommaviy axborot vositalari auditoriyasini kengaytirish, teleko'rsatuvlar va radio eshittirishlar kontenti sifatini yaxshilash, raqamli platformalar bilan integratsiyalashuv, shuningdek, kanallar duch kelayotgan real qiyinchiliklar va ularning yechimlari yuzasidan fikr-mulohazalarini bildirdilar. O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasiga a'zolik masalalari va ularda jurnalistlar uchun qanday imkoniyatlar yarata olish mumkin va u a'zolik jurnalistlarga kelgusida qanday imkoniyatlarni yaratib bera oladi va ana shu a'zo bo'lgani ortida qandaydir bir yengilliklar, imtiyozlar, himoya degan bir masalalar ko'tariladimi degan yaxshi takliflarni ilgari surildi va biz ham bu borada uyushma tomonidan bir qator jurnalistlarga psixologik ko'mak markazi, shu jumladan o'sha axloq odob kodekslarini bevosita muhokamaga qo'yib bu borada biz ham loyihalar taqdimotini o'tkazib kelyapmiz. Ushbu takliflar asosida ishlab chiqiladigan chora-tadbirlar kelgusida jurnalistlar manfaatiga xizmat qiladigan va mamlakatimiz media makonini yanada rivojlantirishga hissa qo'shadigan tizim yaratishga xizmat qilishi shubhasiz.